Hammaga добрый вечер. Qaraysizlar, yaxshimisizlar? Men bu videoni уже 5-marta yozmoqchiman. Amiran eli stulni qimirlatishni boshlaydi, eli baqirishni boshlaydi. Eli yana nimadirni. Sizlarni ham bolalaringiz shunaqa qilibmirmi? Ужас. Yomon bo'ldi. Kundan kunga shunaqa yomon bo'lib ketyapti. Короче, qayerdan stol topdim. Birinchi stolni ko'rib kelgan joyim eski stol edi. Bitta ayol edi. Aytmadi menga qirilganini, chetini, короче, borib keldim. Mayli, o'tsa o'tib ketdi. Boshqa lokatsiyaga telefon qilaman. Yunusobodda ekan. Ha, bo'pti, ko'rgan yo'qsa agar olib ketsan deyapti-da. Chor. Bo'pti deyman deb bordim o'sha lokatsiyaga. O'zim primoy bitta ko'rib kelaman deb. Borsam bitta chol. Mana bitta, короче, uni katta uyi bor ekan. 3 sotu, 4 sotu uyi bor ekan. Polni o'sha 4 sotu uy sex ekan. O'zi, короче, o'sha stullarni o'zi yasir ekan, lekin zo'r gap bo'lishi mumkin. Качественный, dahshat yasir ekan. Shunaqa yoqdi menga stol. Короче, u stol mayli, uni uyiga kirib shunaqa atmosfera, eskicha uylar bo'ladi-yu. Shunaqa atmosferaga tushib qoldim-da, xuddi yoshligim ko'zimdan o'tib ketgandek xursand bo'lib. Endi chollar bilan unaqa pafosli emas-da, o'zini olmaydigan chollar-da endi. Spokойный gaplashadigan, приятный, oddiy. Shunaqa zo'r atmosferaga tushib qoldim, shunaqa mazza qildim. Короче, stolni oldim-da, Damasga o'tirdim-da, qo'shnimda Damas bor ekan. Damasda olib kelib oldim. Представляете, qanaqa joylarga borib kelaman. Menga nimadir kerak bo'lsa